Assalomu alaykum o'rtoqlar. Quyonchilik ma'lumot serialiga xush kelibsizlar. Bugun biza 8-qismining Y ko'p alleli tiplarini nomlanadigan qismini ko'rib chiqamiz. Bu yapon rangli quyonni paydo bo'lishini. Ko'p alleli Y qator genlarning eng retsessiv, ya'ni eng past ta'sirli a'zosi Y haqida ilgariroq gaplashgan edik. Bu gen turingiyalik quyonlarda uchraydi. Turingiyalik quyonlarda ham sariq, ham qora uchastkalar bor, ammo qora rang zonalarda to'liq emas, kamaygan va ko'ksimtil tusda bo'ladi. Ya'ni pigment qisman reduksiyalangan. Bu holat marder va rus garnastayevi quyonlarida ham kuzatilgan. Qora rang asosan tana uchlarida to'plangan. Kimdir shundan kelib chiqib, turingiya, ruscha garnastayev va kumush rangli quyonlar o'zaro bog'liq deb hisoblagan. Masalan, Perter ismli muallim bu zotni yaratishda rus kumush rangli va belgiyalik gigant quyonlarni aralashtirganligini aytgan. Lekin kumush rangli quyonlar aniq qanday rangi bo'lgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Agar ular sariq kumush rangli quyonlar bo'lgan bo'lsa, u holatda turingiya zoti shundan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin shuni aniq aytish kerakki, rus garnastayevi va marder ranglardagi akromelanizm bu C allel orqali shakllangan. Turingiyalik quyonlar rangi esa Y geniga orqali shakllangan. Yangi genetik jihatdan ular mutlaqo boshqa. O'rtoqlar, 3 xil yapon akrasi bizda bor. Mana misol uchun yaponskiyni belgilari mana yuzida, peshonasida 2 xil rangi bo'linadi. Bu asosiysi qizil bilan qora bo'ladi. Mana klassik rangi. Mana bu sarg'ish bilan gavana rangi. Bu mana qizil bilan qorasi eng birinchi chiqqan gen. Mana shu qizil rangi borligi Y genini borligini belgisi bu. Mana bunda 3 xil rang, nafaqat qizil bilan qora, ham oq rang aralash. Bu Y genidan tashqari gen albinizm borligini ham belgisini bildiradi mana. Yaponskiy akraslarda asosiy tepasidan qaraganingizda shaxmat belgisi bo'ladi, mana. Shaxmat belgisi mana bu yerda qora, diagonal bo'yicha qora bo'ladi. Mana shunaqa belgisi bo'ladi. Yapon quyonlar Fransiyada kelib chiqqan. Birinchi yapon quyonlar 1889-yilda Parijdagi jahon ko'rgazmasida namoyish etilgan. Bugungi kunda bu gen qaysi zotdan mutatsiya orqali paydo bo'lganini aniq ayta olmaymiz. Lekin ular doim YJ genotipida bo'lgani va zanarlik seriya quyonlaridan farq yapon rasvedkasi genining borligi bilan farqlanishi ularning manbasi aynan zonarli zotlar bo'lganini taxmin qilishga asos beradi. Y allellar qatoridagi eng retsessiv gen kichik Y haqida biz allaqachon gapirgan edik. U masalan turingiya quyonlarida uchraydi. Kichik Y geni yorug'lik darajasini yanada oshiradi. Turingiya quyonlarida ham, yapon quyonlarida ham sariq va qora rangdagi uchastkalar mavjud. Ammo farq shundaki, yapon quyonlarida qora joylar to'liq qora. Turingiyada esa qora pigment jiddiy kamaygan va ko'proq ko'ksimon ko'rinishda. 4-chi to'q rang pigmentatsiya faktori bizda bu Y allel. Bu ko'p allelli tiplarni ko'rib chiqamiz. Y allelga tegishli tiplar. U o'zicha Y, D, oddiy Y, YJ va kichik Y'ni genlarni kamrab olgan ko'p allelli tizilmaga kiradi. Ayni paytda Y vayixiy epistatik qora rang geni bo'lib, u boshqa notiq genlarga nisbatan ustunlik qiladi
Bu genga 7 deb nom berilgan. Bu 7 gen pastki genlardan ustun yuradi. Bu dominant qora rang, ya'ni epistatik deb nomlangan. Epistatik degani bu nafaqat pastdagi genlardan ustun yuradi. Bu hatto A qatlamali gen, ya'ni Agouti gendan ham ustun yuradi. Oddiy qora rang beradigan Y, keyingisi YJ yoki YP, ya'ni yaponcha rang sariq qora mozaika beradi. Uni kombinatsiyasi da shundan iborat. Va oxirgisi kichik Y, bu sariq yoki qizil rang beradi. Eng pastki retessiv gen. Retessiv genini biz sizlar bilan tushuntirish olib bordik. Bu degani bu eng kuchsiz, bularning orasida eng kuchsiz gen hisoblanadi. Mana hozir biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz, qanaqa qilib Y gen va qaysi ranglarni bizlarga beradi. Ko'rib turganinglardek, bu genlar kombinatsiyasi oddiy zanarniy belgiyskiy velikan yoki yovvoyi quyonni anaqa genotipi formulasini mana chizib qo'ydik. Qanaqa qilib bu Y genlar ta'sir beradi? Agar bu YDga hozir sizlarga yana ham batafsil tushunroq bo'lish uchun hozir misol uchun YD oddiy YDga mutatsiyaga tushib qoldi. Bu butunlay qora rang ko'rsatadi bizga quyonni. Hatto biz aytganimizdek, bu Y'da hatto A'ni ham, qatlamali gen A'ni ham bosadi. Biz sizlar bilan o'rgangandek, A gen bu yungni qatlamali qiladi. Agar Y D'ga mutatsiya tushib qolsa, o'sha qatlamaligini buni bosa olmaydi. Bu buni bosadi, qatlamaligini yo'qotadi. Quyon oddiy qoraga aylanib qoladi. Agar mana tepadagiga ko'ra Y J mana bu yerda kichik, bu yaponcha mozaika. Agar katta A bo'lsa, kichik A ni o'rniga bu nafaqat sariq qora va oq ham aralashgan bo'ladi. Uch rangli bo'lib qoladi. Qizil, qora va oq rangli bo'lib qoladi. Mana bitta mana shu A faktor, katta A faktori bo'lgani uchun. Agar oddiy kichik Y bo'lsa, bu уже sizlar bilan o'tganimizdagi sariq zonaliga aylanib qoladi. Quyon zonali, qatlamali bo'ladi. Ko'proq sarg'ishroq bo'ladi. Agar bu yoqqa buni keyingi safar o'tamiz, plus P bo'lib qolsa, plus P degani oxirida biz sizlar bilan o'tamiz. Bu kumush rangini beradigan, o'sha sariq kumushli quyon bo'lib qoladi. Buni sizlar bilan keyingilari anaqamizda qismida ko'rib chiqamiz kumushli quyonlarni. Agarda biz sizlar bilan o'tdik, katta Y, katta A kichik A ga aylanib qolsa, bu to'liq qora quyonga aylanadi. Yapon rangni, yapon quyonni, ya'ni arlekin rangni
xususiyatlarini aytib o'tamiz. Bu katta, muvozanatli tanaga ega zot. Taxminan 4,5 kilogacha bo'ladi. Ideal ko'rgazma og'irligi 3-6 kilogramm. Bu zotda eng asosiysi rang. Ko'rgazma bahosining 75 ball aynan unga to'g'ri keladi. Qolgan 15 yun sifati, 5 ball umumiy holati va tana tuzilishiga beriladi. Ayrim arlekin, ya'ni yapon quyonlarga liniyalarida ko'pchilik rangga qattiq e'tibor qaratgan sababli sog'lomlik pasayib ketgan. Hatto ba'zi turlar tinimsiz, kam energiyali, zoif holda qolgan. Akras arlekinda, ya'ni yapon quyonida 5-7 ta juda aniq va ziddiyatli rang tasmalari bo'ladi. Yuzi 2 rangga bo'lishi shart. Har bir quloq va oyoqlar alohida rangda. 2 guruh mavjud. Bu yaponcha va sarochi. Sarochi degani bu zag'izg'on rangi degani. Yaponcha qizg'ish qora bo'ladi, sarochi oq bilan qora bo'ladi. Har ikkalasida ham qora, ko'k, shokolad va liloviy turlari bor. Misol uchun, ko'k va oq ranglik bizda ryon deyiladi, ya'ni Reynsky deb ataladi. Bu Germaniyani daryosiga bag'ishlab aytilgan rang. 1887-yilda bu quyonlar Fransiyada namoyish etilgan. Keyin Angliyaga, 1920-yilda Amerikaga yetkazilgan. Ikkinchi jahon urushida paytida ularni go'sht uchun boqishga va nomini yapon quyonlardan arlekinga o'zgartirilgan. Ularga masqaraboz va qirollik hazilkashlari deb ham aytilgan. Bugungi kunda bu zotlar ko'pchilikning e'tiboriga tortadi, lekin uni sof holda saqlayotgan seleksionerlar ancha kamaygan. Bugungi qismimiz nihoyatiga yetdi. Keyingi qismimizda biz allelomorflar tiplarini ko'rib chiqamiz. Zanarlik va yalqinlilik quyonlarni, ya'ni черно-огненный, голубой-огненный, Gavana-огненный quyonlarni kabi zotlarni ko'rib chiqamiz. Ko'rishguncha va eshitgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.